Her bir son programımızda biz nadir məzmunlarını huzurunuza sunuvatımız. Bugün programımızın aziz mehmini yanıla Abligim Niyazmalım. Salam Abligim malım, hoş gepsiz. Biz ötken son programımızda xiyalparastlik to'salg'usi haqida to'xtalgan edik. Biz bugün endi tomoshabinlar alohida qiziqadigan bir temani o'tirib qo'yib baqsaq, u bo'lsa bir ko'rib, yaxshi ko'rib qilish masalasi. Psixikada shu bir ko'rib, yaxshi ko'rib qilish masalasiga qarata sizlar qanday analizlarni aytib qo'ygan? Bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish deganimizning o'zi intayin meyli cho'nglar bo'lsin yoki bo'lmasa kichiklar bo'lsin intayin qiziqadigan va yaxshi ko'radigan ham shundoq bo'lishni orzu qiladigan bir xil romantik jarayon deb qarasak bo'ldi. Unda biz bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish masalasi atrofimizda jiq ko'rilayotgan haqiqatan jiq ko'rildi. Unda biz bu jiq ko'riladigan obyektimiz odatda yosh o'smirlarda ko'proq bo'ldi. Nima uchun ular bunday bo'ldi deydigan tahlilni olib borgan vaqtimizda yoshlik mezgiliga yangi qadam qo'ygan vaqtimizning ilgari biz balliq mezgilda. Balliq mezgilda bolalarning ko'nglida kim eng bir xil buyuk inson ko'rinadi? Ota-onasi. To'g'ri. Ota-onasi hamma narsani bildigandek, hamma narsani qila oladigandak, dunyoda qila olmaydigan ishi yo'qdek his qildi. Lekin yoshning cho'ng'ishiga erishib, bu ishlarda o'zgarish yuz berdi. Bolalar bag'ancha his qildi. Amaliyotda mening ko'nglimdagi ma'ishlarni ota-onam qila olamkin desam, amaliyotda u qila olmaydi ekan. Unda biz o qilamiz kim qila oladi deydigan narsani izlashga boshlaydi. Uning kuchli bo'lgan bir kuchni izlashga boshlaydi. Bu kuchni izlagan vaqtimizda ba'zida qo'nchoq filmlardan ko'rdi, kinolardan ko'rdi, yoki biz o'zi yaxshi ko'radigan ma'lum bir naqsha, ma'lum bir musiqa qatorliqlarningki avtoridan yoki biz o'rinlig'uchisidan izlab topa oladi. Men izlamoqchi bo'lgan narsa osh narsa shukan deb o'zining ko'nglidagi yaxshi ko'radiganning dastlabki modeli paydo bo'lgan bo'ldi. Unda biz mushu modeli tüpeyilden biz en avval yaşlıqqa yangi qadam qo'yishdan ilgari biz da'atgan ilqi balog'atga qadam qo'ygan bosqichimizda mush modelimizni ma'lum bir odamning ustiga qo'yishga boshlaymiz. Ma'nosam ko'nglimdagi shu obraz kimga eng mos keladi deydigan. Shu bilan cho'qinish paydo bo'ldi bu vaqtda. Tushgandan keyin ham cho'qinish paydo bo'ldi. Masalan, bolalarga, cho'ponlarga cho'qinish, yoki bo'lmasa o'zida atgan qiziqadigan fan texnika olimlarga cho'qinish, yozuvchilarga cho'qinish degandek mushkul cho'qinishlar paydo bo'lib, ko'ngilga ma'budasi shakllandi. Bu narsalar texnik taraqqiy qilgan vaqtda bolalarda yaxshi ko'rish ushquni paydo bo'ldi. Bu xil biz paydo atgan o'zining ko'nglidagi bu model bilan yaxshi ko'rish birlashidi. Unda biz bu birlashgan vaqtda u o'ylaydi-da, ko'pincha sirtqi holatdan qurilma izlash ko'proq bo'ldi. Bo'y turqi mundaroq bo'lsa, chiroy shakli mundaroq bo'lsa, mijozi mundaroq bo'lsa degan narsalar odatda ko'z bilan ko'rib belgili bo'ladigan intayin sezim xarakterlik işte bir xil g'idiqlig'ishda bu xil g'idiqish bizga intayin kuchli ta'sir qildi va tez belgili bo'ldi. Unda biz mush narsalar agar to'yqis bir odam kelib qolgan vaqtda bo'ldi. Meni yaxshi ko'rdim mushga deb jazmlashtirish ib berildi. Unda biz bu jazmlashtirishning o'zi dal biz tatgan bir ko'rib yaxshi ko'rishniki dastlab bosqichi deb qarasak bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerdan yana savol bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rib qoldi. Andan qanday bo'ldi degandek. Shundaqmi? Bir ko'rib yaxshi ko'rib qoldi. Undaq natijachi. Davomli ko'ngillik bo'la olmaydi-da. Masalan, bir odam qarshi tarafni bir ko'rib yaxshi ko'rib qoldi. Qarshi tarafchi uni yaxshi ko'rib qilishni atayin. Bu vaqtda yosh o'smirlarda ko'riladigan holatlar qanday bo'ldi? Bu vaqtda yaxshi ko'rib qilish uchun qarshi tarafning ideya jihatda tayyorligi bo'ldi. Men qanday qilib qarshi tarafni o'zingga qaritma deydigan narsani o'ylashidi. Shu sababdan biz maktablarga diqqat qilgan bo'lsak, agar o'rganish intan yaxshi bir o'quvchiga birsi kuyib qolgan bo'lsa, bir ko'rib yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, unda biz shunga o'xshash o'rganishni intan yaxshi ko'radigan bo'lib ketadi. Agar o'yinga amroqroq bir bolaga birsi yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, uningga o'xshashlar tan o'ynamoqchi bo'lib, u yaxshi ko'rgan narsaga izlanib, u yaxshi hamma narsaga qiziqib uning dunyosiga kirmoqchi bo'ldi. Agar mushundaq dunyosiga kirib qarshi taraf bilan o'rtaq fikr hosil qila olsa, unda bu bir ko'rib yaxshi ko'rishni odatga bizda aytgan yaxshi ko'rishga aylantira olgan jarayoni. Tirishchanlik ko'rsatib aylantira oldi. Lekin mushundaq tirishchanlik ko'rsatgan taqdirda o'zi yaxshi ko'rmadi bu ishlarni. Yaxshi ko'rmay intayin ziddiyatlik yashadi. Unda biz bu vaqtda bu yaxshi ko'rish uchun badal to'lab, hech qanday bir xil xo'jalik topamida voz kechishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu vaqtda voz kechishlar sababi tufayli u o'ylaydi, men yaxshi ko'rgan odam balkim bu bo'lmasligi mumkin deb bu bir ko'rib yaxshi ko'rish keyinga chekinishi mumkin. O'zini qochirdi ekanda. Emasga men yaxshi ko'rgan narsa deb. Men yaxshi ko'rgan narsa uchun buni qilib kesdinsam bo'ladi deb o'zini qochirish bo'ldi. Yeni bir nima degan vaqtda o'zini butunlay unutib, shu narsaga sho'ng'ib ketadi.
Şungan vaqtimizning o'zida albatta odamni u yaxshi ko'rgan obyektmi odam bo'lg'achqa bu narsaning ta'sirini bilsa, unda bo'lsa bu ikki xil hissiyot o'zaro tok o'tkazishib, balki muhabbat paydo bo'lishi mumkin. Agar paydo bo'lmay qolish ehtimoliga uchragan vaqtda bir qadar ko'proq bo'ldi. Paydo bo'lmagan vaqtda tuvaniga ahvollar ko'rish mumkin. U bo'lsa, tog' yo'nalishni yaxshi ko'rish. Tog' yo'nalishni yaxshi ko'rish albatta intayin azobli. Faqatla men yaxshi ko'rmay, qarshi taraf meni yaxshi ko'rdig'imni bilmaydi. Men ham bildirmayman. Bildirib qolsam, men seni yaxshi ko'rmaydim deb meni rad qilib qolsa, mening ko'nglimga azor bo'ldi deb o'ylab, ko'ngilda shu xil yaxshi ko'rishni buruqtirmliq holatda saqlab qoladi. Ota-onalar bir ko'rib yaxshi ko'rib qelish masalasidan ansiramdi navbatda va yoki buni qabul qila oladigan ota-onalar ko'payayotamdi. Meningcha bo'lgan vaqtda biz hozir uchrayotgan ota-onalarga nisbatan bir ko'ribla yaxshi ko'rib qilish hodisasini undaq tushuna oladigan ota-onalar ko'p emas bo'yotdi. Ko'pincha ota-onalar yillam muhabbatlashib qopti, yaxshi ko'rib qopti. Birsi ko'ngli borga daplam shundaq oddiy holatda his qila oladi. Chunki ota-onalar uchun eng qo'rqinchli ish balkim bolalarniki muhabbatlashish mumkin. Lekin biz psixik masalachilarga nisbatan bolalardan eng xo'sh bo'lgan ishimiz muhabbatlashalaydi ekan debchi. Normalga. Birinchisi normalga, ikkinchisi hissiyotini, yaqinlik hissiyotini boshqalarga bildira oladi. O'ziga mush muhabbatning ishini boshqalarga ato qila oladi debchi. Biz mushunga intayin suyungan bo'ldik. Shu sababdan muhabbatlashdim yoki bo'lmasa mening yaxshi ko'rgan odamim bor desa, biz intayin qo'llash xarakterlik faoliyatlar bir qarshi tarafning mushkul hissiyotni ifodalashga ham uni sirtqa chiqarishiga rag'bat olib boramiz. Ammo ota-onalar mushuna bo'lib qopti, u qildim, bu qildim deb masalan 80-yildagi yoshlar bizlar shu o'tir maktab qadam qo'ygan vaqtimizda muhabbatlashib u bu desa, o'y muhabbatlashib bo'lmaydi. Hozirgi eng muhim ish o'rganishdi u bu deymiz. Lekin hozirgi bolalarga nisbatan aytgan vaqtda bu xil ta'lim tarbiya usuli toza mos kelmaydi deb qarayman. Shuningdek bolalar o'zining hissiyotini ifodalashni o'rganish kerak. Masalan, yaxshi ko'rgan bu xil hissiyotni yo'shirish emas, o'rab qo'yish emas, bostirib qo'yish emas, ifodalashni. Bu ifodalab bo'lgandan keyin normallik turmushiga o'rganishga ta'sir yetkazmaslikni ifodalash texmo muhim. Agarda bolalar o'zi yaxshi ko'rgan mushkul hissiyotni ifodalagan vaqtda, men o'ylayman, u o'zining ideyasini, o'ziningki mush ichki dunyosi o'ylayotgan o'y fikrini boshqalarga ifodalaydigan bir ishonch shakllandi deb qarayman. Shu sababdan mencha bolalarning muhabbatlashishdan ansirmasak bo'ldi. Bolalar muhabbatlashdim degan vaqtda ota-onalar eng avval bu faqat ko'ngilda o'z bilan muhabbatlashyapti. Yoki bo'lmasa bir ko'rib bilan yaxshi ko'rib qoldimi? Yoki bo'lmasa bu xil yaxshi ko'rish amalga eshib ikkisi bilishamdi degan narsalarni bildirish intayin muhim. Agarda bugungi temamizning muhim nuqtasi bo'lgan bir ko'rib bilan yaxshi ko'rish bo'lib qolgan vaqtda meningcha ota-onalar tuvandagidek yetaklashib berish bir qator muhim deb qarayman. Birinchisi bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish u faqat sirtqi holatga yaxshi ko'rish. U umumiylikni o'z ichiga olgan bir butunlikka ega bo'lgan yaxshi ko'rish emas. Unda bo'lsa bolalarga yaxshi ko'rib qilish degan nima degan narsani bildirish kerak. Yaxshi ko'rish bilan muhabbatning farqini bildirish kerak. Unda bo'lsa yaxshi ko'rish deganimiz biz dunyoda intayin qadamlarni yaxshi ko'rib qolamiz. Mijozi yaxshi ekan, yoki bo'lmasa holatini yaxshi ko'rdim, yoki bo'lmasa buningki mijozini yaxshi ko'rdim, sirtqi holati intayin chiroyli degandek mushkul holatlar bilan biz yo'llarda ketib berib tunmaydigan odamlarni yaxshi ko'rib qolishimiz mumkin. Men bo'pti. Unda biz muhabbat degan nima? Unda biz muhabbat degani yana ikkiga ayiramiz. Yaqinlik munosabati, ya'ni tuqqandochilik muhabbat. Bu nimani ifodalaydi? Biz tuqqandochilik muhabbatini deymiz, yaqinlik bor, bir-birimizga tayinish bor, biqinish bor deymiz. Lekin buningda jinsiy talab bo'lmaydi. Lekin yoshlardagi bu muhabbatda biz da'vatgan 3 omilning ichidagi cho'qim jinsiy talab bo'lish kerak, qarshi tarafga qiziqish kerak degandek mush narsani bildirib bolalarga nisbatan yaxshi ko'rib qolsa qanday bo'ladi? Muhabbat degan nima bo'ldi? Yaxshi ko'rib qolsam bo'lamdi, bo'lmamdi degan narsani bildirish kerak. Bolalar hargiz men birsini yaxshi ko'rib qolsam bo'lmaydigan o'xshaydi deb qolmasin. Yaxshi ko'rib qolsa bo'laverdi. Sinfda bir necha odamni yaxshi ko'rib qolsam, yillam bo'laverdi. Lekin muhabbatga aylash uchun zot qanday jarayonlarni boshdan kechirish degan narsani bildirish orqali bir ko'ribda yaxshi ko'rib qilib, uning bilan oxirgi bo'lish intayin go'zal va romantik ish. Lekin bir ko'ribda yaxshi ko'rib qilish uchun endi tuyanigidek muhim omillar bor. Men ko'rgan vaqtda tashqi holatini yaxshi ko'rdim, mijozini yaxshi ko'rdim, ideyasini yaxshi ko'rdim, dunyo qarashini yaxshi ko'rdim, mening bilan qiziqishi, o'xshashligini yaxshi ko'rdim. Demak biz tanqadan ma'nolayotganimiz bo'lsa, bu haqiqiy bir ko'ribda yaxshi ko'rib qilish bo'ldi. Ikki odamniki yaxshi ko'rish bir yerga kelsa, mukammal bo'lgan bir ko'ribda yaxshi ko'rish bo'ldi. Agar faqatlam bir ko'ribda yaxshi ko'rib qoldim bo'lsa, men faqatla qiziqishim bu. Bu hargizmi muhabbat bosqichiga berib ketishning natoyin.
Amaliyotda buni yosh o'smirlar jihatdan jiq so'zildi. Yoshlarda mushta bo'lamdi degan vaqtda texmi shunday bo'ldi. Bir qatimliq to'yda uchrashib qolganto, yoki bir so'rinda bir o'ltirib qolganto, ko'rib yaxshi ko'rib qolgandim deb. Unda bo'lsa hammamiz bilamiz. Nimga qarab yaxshi ko'rib qoldi? Sirqa olti bilan mijozlar. Bu vaqtda undaqcha idealmashtirmaymiz-ku. Idealmashtirish uchun biz necha qatimlab ko'rish jarayonida o'zaro fikrlashib, fikr jihatdan birga kelalsak, bu anda haqiqiy bir ko'ribdi yaxshi ko'rish bo'ldi. Shunlashqa bir ko'ribdi yaxshi ko'rish, munda aytgan vaqtda psixologiya jihatdan, ya'ni effekt jihatdan aytgan vaqtda u faqat o'lik ta'sirat yoki bo'lmasa birinchi qatimliq ta'sirat deganni derak berdi. Shu qatimliq ta'sirat yaxshi bo'lgach, boshdan oxir mush odamni shundoq mukammal, go'zal his qilaman. Agar shu bir qatimliq ta'siratga ta'sir ko'rsatgan boshqa amallar bo'lsa, balki men uni yaxshi ko'rib qolmasligim mumkin-di. Shunlashqa mening shuning bilan ko'rishganligi shu xil muhit. Bu muhitni biz intayinchiq narsalarga bog'laymiz. Masalan, shu vaqtda nima ish qilayotgan, muhit qandaqdi, ranglar qandaqdi, shu vaqt kimlar bordi, sevishtirish obyekti texnikti degandek, mushkil sabablar tufaylidan sevishtirgan vaqtning o'zida shu daqiqada balki u men yaxshi ko'rgan bir odamga aylangan bo'lishi mumkin. Ammo boshqa muhitlarda u yana bo'lolmasligi mumkin. Shunlashqa odam eng ojiz vaqtda eng muhabbatga erishishni orzu qilgan vaqtda tuyg'usida birisi kelib hech narsa demay mo'rongizni tutib qo'ysa, nima bo'ldingiz deb so'rab qo'ysa, choy ichamiz deb choy akib bersa, mush intayin to'g'ri illiqlik his qilgandek mush xil umumiy bo'lgan ta'sirotning yig'indisi birinchi qatimliq ko'rish bilan bir ko'ribda yaxshi ko'rib qilish atalg'isiga aylanib qolgan bo'lishi mumkin. Yig'inchoqlagan vaqtda mening demoqchi bo'lganim bir ko'ribda yaxshi ko'rib qilishniki hamma odamniki ko'nglidagi hukmi o'xshamaydi. Xo'sh, undaq bo'lsa, cho'nglardan bo'lamdi. Masalan, yetilgan 40 yoshdan oshgan, turmush qarta ko'z qarashlari tikilinib bo'lgan, qimmat qarashlarda ko'p davolg'ishlar yuz bermaydigan odamlar to'piga nisbatan ulardimi bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish hodisasi bo'lamdi. Bo'ladi ekan. Mushundoq misollarga uchragan bir akimiz masala so'rab o'ziniki 60 necha yoshga kirgan pensioner ekanligini. Lekin o'ziniki rafiqasi baldir olamda o'tganligi sabab tufaylidan uzun bir yolg'iz ekanligini. Ammo yosh vaqtida bir ko'rib yaxshi ko'rib qolgan mushkil kayfiyatini, hissiyatini to'g'ri hozir qadar unutmaganligini. Menga sadoqat mana. Hozir uni izlasam qanday bo'lar? U meni yaxshi ko'rami, ko'rmasmi deb ansirayman. Navoda men uni izlab bo'lgan vaqtimda mush xil hissiyatimga nisbatan agar zarba uchirsa men ko'taramaydim. Lekin bu xil hissiyatimni qanday bartaraf qilishni bilamadim deb masala so'rab kelgan bir akimizning masalasi menga intayin ta'sir qilgan. Men bu yerda demoqchi bo'lganim nima deganda bir ko'ribda yaxshi ko'rib qilish hamma odam buni ko'riblam bu xil hissiyat uchun tirishchilik ko'rsatib qo'lga erishamaydigan bir xil hissiyatga. Siz boya degandek bu intayin go'zal bo'lgan, romantik bo'lgan, go'zal bo'lgan bir xil asm xarakterlik tuyg'u bo'lib shakllanadi ekan, ham saqlanadi ekan. Unda bo'lsa kunlarning birida mushni amalga oshirish imkoniyati bo'lgan vaqtda odam ko'nglida shu erishamagan shu xil tuyg'usini yana qayta izlab mushning uchun tirishchilik ko'rsatmoqchi bo'lgan vaqtida mencha o'rin beqishga arziydi deb qarayman. Bu akimizning hikoyasining davomi bormi? Biz anglab baqsaq bo'ladimi? Bu akimiz o'zi 60 necha yosh bo'lg'achqa narsa so'rab kelib o'ziniki mushkil hissiyatni o'tirib qo'ydi. Mushkil hissiyatiga nisbatan mening o'tirib qo'ygan ko'z qarashim boyqidek navoda sizning yaxshi ko'rgan mushu obyektingizmi hozir siz bilan aralashish qulaylik bo'lsa, demakchi bo'lganim u yolg'iz bo'lsa, bo'ytaq bo'lsa turmushiga ta'sir ko'rsatmaydi deb qarasa, ham hozir shu xil hissiyatni qo'llashga mening ra'yim bor deb qarasa, unda bo'lsa balkim sizningki maqsadingiz amalga oshishi mumkin. Navoda u hozir bu xil tuyg'usi yo'q bo'lgan bo'lsa, faqat siz mush yashash jarayonida o'zingizni yosh vaqtdagi mush orzu armoningizni amalga oshirmoqchi bo'lganingizda o'zingizga eng to'yin bir chek qo'ying dedim. U nima deganda men hissiyotimni ifodalashimning o'zi dunyodagi eng baxtli bir ish bo'lishi mumkin. Dunyoda o'zimning yaxshi ko'rganimni bildirishdan iborat mushta bir ishni qila oldim-ku. Hech bo'lmaganda yosh vaqtimda shu qilamagan ishni hozir men 60 yoshdan oshgan bo'lsam qila oldim deb o'zingizni faxrlanib his qila olsangiz bu ishni qiling. Lekin bu ishni cho'qim natija qozonman deb o'ylagan vaqtingizda balkim zarba bo'lishi mumkin. Shuning bu shu xil tayyorlik bilan o'ylanib boqqan bo'lsangiz desam, o'zi yeshi bir qadar cho'ng, uningizga baldirmi cho'ng bo'lib ketgan bo'lg'achqa hamsi turmush bo'lib ketgan bo'lg'achqa intayin ehtiyotjonlik bilan
muomala qildi. Hamda bizningki masala so'rashimizda o'zimizga tushdiq shu masala qoidamizning ichida qarshi tarafniki agar bu turdagi ehtiyojini bo'lmasa bizning telefon qilib shu eng oxirgi maqsadini natijasini surishtirishdan iborat bu xil tur bo'lmag'achqa ham qisqa bo'lmaydiganligimiz uchun bu ish shu yerda to'xtab qoldi. Lekin Munda aytgan vaqtda bu akimizniki bir ko'ribdi yaxshi ko'rishdan iborat bu xil hissiyotni uda 40 necha yil mushtaq saqlab, yana buning oxirini chiqarmoqchi bo'lgan bu xil tuyg'usi hammamizga ta'sir ko'rsatadi ham hurmatlanishga, qadrlanishga arziydi, muhabbat emasmi? Shuning uchun oxirigacha buni saqlab, garchi turmush jarayonida uningga talashi boshqacha bo'lib, boshqa odamlar intayin baxtli bo'lib, bir oila qurgani bilan, lekin ko'ngildagi shu xil hissiyotni yanlam ifodalashga nisbatan bir xil taqozosi va arzusi mencha hammamizga ta'sir qildi deb qarayman. Xuddi siz degandek, hozir hammamiz telefonlarimizga intayin amroq muhabbatlashishni mush telefonla ipolsamka hamma narsa oson bo'lsa ham gapning deyish bo'lib vaqtga vaqtda ha shu men telefonni degandeklar qanday bo'ldi degandek natijasini oson deb o'ylaydigan yoshlar ko'payib ketdi. Shuning uchun amaliyotda bizmi shu xil to'yg'unimizga agishib yana burunqideklar telefonlar orqali emas boshqa narsalar orqali emas men yaxshi ko'ratdim men sizni yaxshi ko'rib qoldim deb mushlar qo'rqmay ifodalaydigan qizlarimiz bo'lsin yigitlarimiz bo'lsa bu xil hissiyot almashtirish texnik kuchli bo'lsa ham bevosita bo'lsa balkim bizning baxt ko'rsatkichimiz texnik yuqori bo'lishi mumkin. Hozir hammamiz boshqalarniki o'zimizga shu xil to'yg'uni berishni orzu qilamiz, lekin harakat qilishni xohlamaymiz. Mayli yigitlar bo'lsin, mayli qizlar bo'lsin, hammasi boshlamon qizga deb o'ylaydi. Hargizmi mening mushkul to'yg'im bo'lganki, men harakat qilib boqaychi deb o'ylamaymiz. Shuning uchun mencha bir ko'rib yaxshi ko'rishdan iborat bu xil to'yg'u intayin go'zal va romantik. Biz o'zimizning mush to'yg'usiga agashmay turib, o'zimizning zoti nemaga erishmoqchi bo'lganimizni bilmaymiz. Xuddi men boy degandek, u faqatdan sirqa holatga g'idiqlash bo'lgani bilan, sirqichatga bu xil g'idiqlash bizning qiziqishimizni qo'zg'ab, ondan bizni bu ishga texnik kirishtira oladi. Bu katalizatorlik bir xil rolni o'ynay oladi. Agar bu xil rol bo'lmay faqatdan, umu shu ideyajatmani o'ylaydi, men shuni o'ylayotganman, unda bo'lsa ikkimiz bir uyga kirishimiz mumkin deb, faqatla ideyani o'ylash, boshqachatga hech narsani o'ylashmasak, bu xil to'yg'u uzoqqa bormaydi deb qarayman. An'anaviy oila muhitida cho'ng bo'lganlarga nisbatan aytganda, navbatda o'zimi shu an'anaviy qarashi bilan uy tutayotganlarga nisbatan aytganda, oilasi bor turib, boshqa bir odamni bir ko'rib, yaxshi ko'rib qilish masalasi xuddi uchinchi shaxs tajovuzidek qo'rqinchli tuyg'u bo'lishi mumkin. Lekin normal sharoitda sizlarning oldinglarga kelganlar ichida oilasi bor turib, boshqa bir odamni bir ko'rib, yaxshi ko'rib qolganlar bormi? Bu xil ahvol haqiqatan mavjud. Mushundaq ahvol ostida qarshi taraf intayin azoblangan holatda masala so'rab keldi. Agar boshqa taraf bo'lgan bo'lsa, masalan qarshi tarafniki ma'lum bir xil tasodifiy ahvol tufaylidan tunishib qilib, yaxshi ko'rib qilib, aralashib qolgan bo'lsa, buningki azobi bilan bir ko'ribla yaxshi ko'rib qilib, qarshi tarafga ifodalmay, lekin har qatim o'ziniki qonunliq yo'ldoshi yoki bo'lmasa ayolni ko'rgan vaqtda bu xil azobli to'yg'u texnik kuchli bo'ldi ekan. O'zi intayin har jihatlardan shu gunohkor his qilib, o'zini har jihatdan axloqsiz his qilib, o'zini o'zi yaratmay degandek intayin azobli bir xil kechmish yuz berdi ekan. Bizning oldimizda mushta masala so'rab kelganlarning ichida shu ma'lum bir ayol masala so'rg'icha o'ziniki intayin hozirgi yo'ldosh bilan baxtli o'tayotganligini, lekin to'yg'usiz ma'lum bir sharoitlar tufaylidan bir ishlarni bajarish jarayonida birisini bir ko'riblam intayin yaxshi ko'rganligini, bu xil yaxshi ko'rgan to'yg'u xuddi o'tir maktabga o'zi orzu qilgan shu xil ma'budini topgandek bir xil to'yg'u bo'lganda o'zi uning bilan hech qanday aralashib qolmagan, lekin o'zining shuning bilan aralashib qolishni ansirab, har jihatdan o'zi boshqarib, uning bilan uchrashib qolmay degancha, yana bir jihatdan uning bilan uchrashgisi kelib, u yerga bormay degancha shu yerga borg'isi kelib, har qatim mush narsani o'ylagan vaqtda, bolalarini ko'rgan vaqtda gunohkor his qilib, hech narsa qilmagan bo'lsin, yo'ldoshini ko'rgan vaqtda texmi o'zini gunohkor his qilib, o'zini qanday tanishishini bilmay masala so'rab kelgan bir ayol bor. Unda bu xil holatda qarshi taraf haqiqatan o'ziniki bir ko'ribla yaxshi ko'rib qolgan bu xil hissiyotni bordek his qildi. Unda bu xil hissiyotni biz tahlil qilgan vaqtimizda undaqda nima uchun bundaq bo'lganligini qarshi tarafga his qildirishni birinchi nishon qilamiz. Undaqda nima uchun bu o'zining yo'ldoshi turib, yana boshqalarni bir ko'rib yaxshi ko'ra oladi degan vaqtda undaqda yo'ldosh bilan hissiyot asosiy toza mustahkam emas degandan birinchilab derak berdi.
Gerçi o'zi oilam mukammal, turmushim baxtli deb qarag'in bilan hissiyot jihatda o'zi mush oilaga toza cho'nqur cho'kamagan. Shu sababdan uningki ko'ngliga mushunaq bir xil bexlar shakllanib qayta taraqqiy qila oladi-da. Navoda bu xil bex şekilleniş imkaniyet bo'lmagan bo'lsa, balkim bu xil ahvolning yuz berishimi intayin oz bo'ladi yoki bo'lmasdi. Shu sababdan biz o'zga hozirgi oilani yaxshi ko'rib qilish jarayoni, hozirgi yo'ldosh bilan bo'lgan hissiyot jarayoni, qanday qilib tunishgan hissiyot jarayonida qanday ishlar yuz bergan degandek, mushkil hissiyotni taraqqiy qildirish va o'ziniki textini yo'ldoshiga, bolalarga qarshi to'g'riliq masala so'rash, maslahat berishni muvofiq nishon qilib qaratdik. Endi o'ziniki bir ko'rib yaxshi ko'rib qilishni bo'lsa degan vaqtda yaxshi ko'rsangiz bo'ldi, yaxshi ko'rib qolsangiz nima bo'pti? Sizda hech narsa qilmadingiz, hech qanday axloq nuqtasini hal qilgan ishlarni qilganingiz yo'q. Ham qarshi tarafdan sizning uncha yaxshi ko'rganingizni bilmaydi, bildirishni xohlamsiz, bildirib boqqanmi degandek, mushkil usullar orqali, mashqlantirish orqali qarshi taraf bilan bo'lgan vaqtki bu xil sezimchanlikni tuvanlatdik. Chunki hech qanday ish yuz bergan yo'q-da. Amli ish yuz bermadi, qarshi tarafini bilmaydi. Eng oxirida uning demoqchi bo'lamiz, biz turmushimizda o'zimizga yaxshi ko'radigan erlarga, ayollarga uchrashib qolishimiz mumkin. Lekin bu xil uchrashish, bu xil yaxshi ko'rish intayin tabiiy bo'lgan normallik. Chunki biz ko'riblam, mamani taysamkan, mamani olsamkan deblam bir aqlam xotni almashtiriblam bu ishlarni qilib ketishimiz natayin. Shunga bu ishga nisbatan bundaq kirishmaslikni tavsiya qilish orqali 4 qatimliq maslahatdan keyin bu ishlarda ma'lum o'zgarishlar yuz berdi. Yaxshilanish bo'lib, oilasi qaytdi-da. Chunki ko'ngilning bu texe badan jihatda yo'ldan chiqish emas, faqat ko'ngil jihatda yo'ldan chiqqan bu ko'nglini joyiga qaytarishga amal berdi. Yordam berdik. Shunga demoqchi bo'lganimiz ba'zi vaqtlarda ideya jihatda yo'ldan chiqish, harakat jihatda yo'ldan chiqishni texmi qo'rqinchli bilindi. Ammo ko'pincha odamlar men de harakat qilmadim-ku deb o'ziga shunday bir xil yana fursat berish mumkin. Biz o'zimizning har xil mushta ideyalar paydo bo'lgan vaqtda men nimishq bundoq bo'ldim degan savolni o'zimizga qo'yib, o'zimiz vaqtida bu masalani hal qilayotgan vaqtda mencha bu xil to'salg'idan boldiroq qutula olamiz deb qarayman. Rahmat Abdukim Malim. Biz bugun Abdukim Malim bilan to'liq ko'ngillik bir temada muңdashdik. U bo'lsa bir ko'rib, yaxshi ko'rib qilish masalasi. Yosh o'smirlar bu masalaga yo'liqqanda, meningcha ota-onalarning bak jiddiylashib ketishining o'rni yo'q ekan. Chunki normal yetilish bosqichida farzandim muhabbatga qarata tuyg'ularini uyg'otib o'tibdi deb o'ylang. Lekin ularni cho'chitib etmang. Yoshlarda bu tuyg'u bo'lganida bu bakmi sevimlik tuyg'u. Bu sizga tajovuz qilgan qar kuch emas. Siz uni amaliy kuchga aylantirganingizda balkim energiyangiz ko'payishi mumkin. Dunyoga bo'lgan sevgi muhabbatingiz texini ulg'uyib teshishi mumkin. Balkim ta'lingiz bo'lsa bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish bilan baxt bo'lsa tang qadam elishingiz mumkin. Cho'nglarga nisbatan aytganda bir ko'rib yaxshi ko'rib qilishning aslimisi texini tatliq bo'lishi mumkin. Demak, bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish masalasiga qarata hammamiz to'g'ri bo'lgan ko'z qarashni tiklay olsaklar, u bizning turmushimizdagi harakatlantiruvchi kuch. Rahmat Abdukim Malim, bugun to'lim ko'ngilli suhbatlashdik. Qadrli ko'rman do'stlar, psixika bekiti programmamizda biz turli masalalarni, siz yaxshi ko'rgan temalarni munozara qilamiz. Kelasi programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.